Bir paytlar bozorga kuniga 10-15 kilo undan bulochka qilib sotardik 2 oshxonamizda. Lekin bitta narsaga tushunmas edim. Konkurentlarning bulochkasini nega mog'orlamasligini, yeb ko'rganimda sun'iy ravishda shirinligini va narxini arzonligini hech ham tushunmas edim. Qizlarga bozordagi eng arzon bulochkalar haqida ketyapti. Chunki juda ham ko'p ximikat solinar ekan ularga. O'sha juda ham arzon sotiladigan narsalarga qiziqmay qo'ydim. Chunki uyda qilinganda mehr bor va sizlarga ham bugun haqiqiy домашний творожный bulochkani retseptini videosini oldik. Bulochkani o't ido qilinishini описаниеda полный yozib qo'yaman. Lekin bozor bulochkasi haqida olgan tajribalarimni Hadiya kanalida, Telegramda yoritib boraman. Bu retseptni esa zakazga emas, aynan uyingizga, bolajonlaringizga qilib berishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki juda ham mazali.